universitetimiz mehmonlari professor filologiya fanlari doktori Mavludjon Yo'ldoshev bo'ladilar. O'zga bir dil, o'zga bir do'stga mayl etibsan. Yetma. Otabegim, muhabbatim mangu sizga jon begim. O'qituvchim sizga tashakkur. Umr karvonida bir necha yilki farzandim deb bildingiz barcha yoshlar. Muhabbat eshikni ochganing bekor. Ko'ngil eshigini ocholmasang gar. Do'stlarim ko'p deya sevinma zinhor. Yuzlaridan niqobin tashlamasa gar. Sizlarga ham shularning yo'lini bersin. Sog' salomat bo'linglar. Kelayotgan yangi yil barchangizga omad kelsin. Rahmat.